Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz komandamiz bilan Pop tumanida joylashgan Muruvvat uyida tibbiy ko'rik o'tkazish uchun shu yerga tashrif buyurganmiz. Bugun biz allergolog, nevropatolog, travmatolog, ortoped va kardiolog birgalikda bu yerda tibbiy ko'rik o'tkazamiz. Men Pop Muruvvat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internat uyi direktori Maripova Muxlis Sulkanovna bo'laman. Mana bugun bizning muassasamizda tumanimizning eng yetuk mutaxassislari, travmatolog, kardiolog, allergolog, nevropatolog mutaxassislari xayriya sifatida bizga kelishib, mana shu yerda yashovchi otaxon, akaxonlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Ulardagi kasalliklarni aniqlab berishdi. Yana bundan tashqari mana shu yerda xizmat qilayotgan xodimlarimizni ham tibbiy ko'rikdan o'tkazib, o'zlarini beg'araz yordamlarini ko'rsatishdi. Buning uchun men mana shu muassasa nomidan, muassasa yashovchilar nomidan bugungi mana shu tadbirda ishtirok etgan barcha shifokorlarimizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ishlarini rivojini bersin. Biz minnatdormiz. Ming rahmat, tashakkur. Bugungi tibbiy ko'rigimiz yakuniga yetdi. Bugun biz bu muassasada allergik kasalliklar bo'yicha tavsiyalar berdik va keyingi ishlarimiz haqida maslahatlashdik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.